Birinchi va oxirgi marta tushuntiraman PGR'lik o'xut yuzingizga qanchalik muhimligini. Birinchidan, yuzingizdagi kollagen miqdorini oshirishga yordam beradi. Bu degani yuzingizga ajin tushishini oldini oladi. Ikkinchidan, yuzingizdagi hujayralarni qayta tiklanishda yordam beradi. Bu degani yuzingizda qolib ketgan o'g'ridan izlar va dog'larni yo'qotadi. Uchinchidan, yuzni yallig'lanishini tushiradi va qon aylanishini yaxshilaydi. To'rtinchidan, PGR yuzni chuqur oziqlantirib, shunaqa yaltiratib qo'yadi. Shuning uchun nafaqat Koreyaning mashhur aktyor-aktrisalari, balki chet elning mashhur aktyor-aktrisalari ham Koreyaning PGR'lik o'xudini ishlatishadi. To'g'ri, men kosmetolog emasman, lekin Koreyada PGR'lik o'xut shunaqa mashhur bo'lganki, buni oddiy odamlar ham bilmasligi sharmandalik hisoblanadi. Men sizlarga PGR'lik shunaqa naborni tavsiya qilmoqchiman. Bu naborda toner, sivoritka, krem va даже SPF gacha bor. Xuddi shu PGR'lik naborni kechqurun ishlatib yotsangiz, yuzingizni bitta tonga keltirib, chuqur oziqlantirib beradi. Ertalabki o'xut sifatida ishlatsangiz, yuzingizni makiyajga tayyorlab beradi. Ya'ni chuqur namlantirib, shunaqa yaltiratib qo'yadi. Shuning uchun PGR'lik o'xut har qanday inson uchun juda ham muhim deb o'ylayman. PGR'siz yuzimiz qarishni boshlaydi va juda ham achinarli holatga kelib qoladi. Shuning uchun siz ham PGR'lik o'xutni ishlatishni boshlang.